Shamolni bo'ysundirgan bola. Kitob Afrika qit'asining eng qashshoq davlatlaridan biridagi eng qashshoq oilalardan biri hayoti misolida Afrika hayotini ochib beradi. Mening nazarimda ocharchilik insonning haqiqiy xarakterini ko'rsatadi. Bunaqa og'ir vaziyatda insonlar odatda ikki xil yo'l tanlashadi. Taslim bo'lishadi yoki shu vaziyatdan chiqish uchun yechim topishadi. Asar qahramoni Uilyam ham ikkinchi turdagi odamlar tipiga kiradi. Ya'ni qisqacha qilib aytganda, qiyinchilik kimlarnidir sindirsa, kimlarnidir kashf etadi. Asar qahramoni Uilyam temir tersaklar va velosiped bo'laklaridan shamol generatori yasaydi va o'z hayotiga o'zgartirish kiritadi. Mana shu o'rinda asarning yana bir katta messeji yuzaga qalqib chiqadi. Innovatsiyalar boylikda emas, zaruratda tug'iladi. Uilyamning kashfiyoti misolida ko'rishimiz mumkinki, nazariya amaliyotga aylanganda jamiyatni o'zgartirishni boshlaydi. Kitobni o'qiyotganingizda qo'lingizda nimalar borligini Uilyamning sharoiti bilan solishtirib ko'rasiz. Qaysidir ma'noda shukrona qilishga va ko'proq ilm o'rganib, o'zingizni rivojlantirishga turtki beradi asar. Albatta, o'qib ko'ring.